Agar Oy shari tuyuqsiz yo'qolib ketsa, Yer sharida qanday o'zgarish yuz beradi? Oy shari yo'qolgan hamon Yer sharidagi siz balkim ahvolning og'irligini his qila olmasligingiz mumkin. Lekin kechasi harakat qilgan hayvonlar bu vaqt normalsizlikni allaqachon his qilib bo'ladi. Oy shari yo'qolib 6 soatdan keyin tunji kecha yetib keladi, lekin karvat ustidagi siz uyan-buyanga o'rilib uxlay olmay qolasiz. Olimlar tadqiqotning ko'rsatishiga asoslanganda Oy shari magnit maydoni odamning ruhiy kayfiyatiga ro'shan ta'sir ko'rsatadi ekan. Oy shari yo'qolib 10 soatdan keyin oy nuri yo'q bo'lg'achqa kecha osmondagi tumanlagan yulduzlarni texim ro'shan ko'ra olasiz. Oy shari yo'qolib bir kundan keyin Yer sharidagi dengiz to'lqinida o'zgarish bo'lishga boshlaydi. Dengiz suyining ko'tarilishi va pasayishi bora-bora 75% dan ko'proq ozaydi. Hamda dengiz ekologiya sistemasiga nisbatan og'ir ta'sir paydo qiladi. Bir qism dengiz jonliqlari orqa-orqadan yo'qolib ketadi. Oy shari yo'qolib 3 kundan keyin oy shari tartish kuchining tamponlashtirish kam bo'lishi sababidan yer sharining yarog'ida bora-bora tavrinish paydo bo'ladi. İlgari muqim bo'lgan 23.5 gradusda o'zgarish yuz berishga boshlaydi. Havo rayi normalsiz bo'lishga boshlaydi. Bo'ron chaqquliq, yomg'ir qatorliq yomon havo rayi keyin-keyin yuz beradi. Oy shari yo'qolib bir haftadan keyin yer shari borgancha muqimsiz bo'lishga boshlaydi. Toshqin effekti talto'kis kumaran bo'ladi. Dengiz okeanda kishini cho'chitadigan dengiz toshqini ko'tariladi hamda butun yer sharining har qaysi joylaridagi dengiz bo'yi shaharlarni qoplaydi. Oy shari yo'qolib bir oydan keyin bo'shliqdagi osmon jismlari to'xtamasdan yer shariga qadam tashrif qiladi. Buning ichida balkim oqar yulduz cho'ng kichikligidagi va yoki jonliqlarning yo'qolishini keltirib chiqarolg'idek kichik sayyoralar bo'lishi mumkin. Oy shari yo'qolib 3 oydan keyin ilgari muqim bo'lgan yer posti qurilmasi oy sharining o'zaro tamponlashtirishidan mahrum bo'lgandan keyin uzun mazgil yig'ilib qolgan kuch shiddatli holda qo'yib berilishni kutib oladi. Yer sharining har qaysi joylarida qattiq yer tevrashlari yuz beradi. Har qaysi bo'laklar asta-asta yo'qolishga boshlaydi. Oy shari yo'qolib yarim yildan keyin havo rayida mislsiz o'zgarish yuz beradi. Dunyo yana to'rt fasl ayrilmaydi. Muz erasi butun dunyodagi har qaysi bo'lin qishloqlarni qoplaydi. Faqat yarim yil vaqtida yer sharida allaqachon osmon zaminda o'zgarish yuz beradi. Chunki dal oy sharining yer shariga bo'lgan ta'siri shunchalik cho'ng bo'lg'achqa olimlar ondan oy sharining mavjud bo'lib turishidagi sababga boshqacha qiziqqan. 1969-yili 7-oyning 21-kuni Amsterdam tunji bo'lib oy shariga chiqqan odamga aylandi. U elib kelgan oy shari tuprog'iga nisbatan ximiylik analiz elib borgandan keyin olimlar oy sharining bir qatimliq osmon jismlari so'qilishidan borliq kelgan bo'lishi nihoyat mumkinligini bayqadi. 4 milliard 500 million yil ilgari Quyosh sistemasi shakllanishining dastlabki mezgilida yer yuzidagi bir parcha qog'ozlik bo'lib butunlay lava bilan qoplangan. Bu vaqtda bir Teia nomli sayyora nihoyat tez suratda yer shariga so'qilgan hamda yer sharining ko'p miqdordagi parchalarini etildirib chiqarishini paydo qilgan. Bu parchalar bo'shliqqa kirgandan keyin yer sharining tortish kuchi tarafidan tutaylangan hamda bora-bora bir yerga do'ylangan. Shuning bilan oy shari borliqqa kelgan. Yer shari bilan bo'lgan oraliqi 384 ming kilometr keladigan Rediston. Oy shari yagona holda yer shariga allaqachon 4 milliard 500 million yildan uzun vaqt hamroh bo'ldi. U yer sharining har kuni 8 soatdan 24 soatgacha bo'lgan o'z-o'qida aylanish jarayoniga, yer sharining uzoq o'zgarish tarixiga va insonlar bilmaydigan sirlariga shohid bo'ldi. Bugun u har yili dal 3.8 santimetrlik suratda yer sharidan yiroqlashyotdi. Agar siz oy sharini tafsiliy ko'zitib boqqan bo'lsangiz, uning bir yuzi boshdan oxir yer shariga qarab turganini bayqaysiz. Mana bu danglik toshqin quluplash effekti. Oy sharining orqa yuzi zodi nima? Biz kuzatish asbobi tortgan oy sharining suratidan bilalaymiz-ki, uning orqa tarafi nihoyat zich bo'lgan meteoroid ozgili. Har bir meteoroid ozgili hammasi bir qatimliq qattiq so'qilishdan kelgan. Xiyim xatarga to'lgan olam bo'shlig'ida oy shari uzluksiz, umtinsiz holda bizni qo'g'dab turdi. Navoda bu meteoroidlar yer shariga qo'nsa, insonlar balkim mavjud bo'la olmasligi mumkin. Balkim ko'p qism kishilar hammasi bir oddiy indoid, ya'ni oddiy odam. Lekin yiroq o'tmishni eslaganimizda siz shuni bayqaysizki, hayot turishning o'zila eng cho'ng mo'jiza.